أحب الله والإسلام 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 والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية İbn Kesir tefsirinden İbn Kesir'nin kısa tercümali. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlaha İbn Kesir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiride, Uygurca tercümesinde yazılgan İbn Kesir'nin kısa tercümali ne okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytan. İbn Kesir'nin kısa tercümali. İslam dünyasında özünün acayip ictihatlık ölmez eserler bilen tonulgan katta alim İbn Kesir'nin toluk ismi Ebul Fida İmaduddin İsmail İbn Ömer İbn Kesir Kureyşi bulup Hicriye'nin 701. yılı Suriye'nin Busra şehri Mecdel yizisideki bir dindar aile dünya kelgen. Onun atısı şu yizideki mescidin imamı hem hatibi idi. O emdila 4 yaşa kirgende atısı vafat bulup ketken. Şunun bilen onu aksi Abdülvahhab öz terbiyesiga algan ve başlangıç ilimlerini özü öğretken. O 5 yaşa kirgende ailesidekiler bilen billa Suriye'nin hazırki paytaxtı Demeşk'a köçüp ketken. Aynı vakitte Demeşk ilim marifet böşüğüge aylangan bulup, her qaysı pen ve her qaysı sahada yetişken nurgunluğun katta alim ölümala şu yerde ilim bilen şoğulunub kelmekte idi. Katta alim İbn Kesir muş yerde özünün ilim egelleş nesibisiga toluk erişken. O tehi 10 yaşqa tolmay turup Kur'an-ı Kerimni puxta yad elip bolgan. O Burhanuddin İbrahim İbni Abdurrahman Fazari, İsa İbni Mut'im, Ahmet İbni Ebu Talib, İbni Haccar, Bahauddin Qasim İbni Muzaffer, İbni Asakir, İbni Şirazi, İshak İbni Yahya Ahmedi, Muhammed İbni Zerrad, Cemaluddin Yusuf İbni Zeki, Şeyhül İslam Taqiyuddin İbni Teymiye, Şemsuddin Muhammed İbni Ahmed İbni Osman İbni Qaymaz qatarlıq ataqlıq alimlardan tefsir ve Kur'an ilimleri, hadis ve hadis ilimleri, fiqh ve fiqh usulleri, tarih, matematik, grammatik, edebiyat qatarlıq fənlərdə yetişip, terişip ilim tahsil qilgan. Zihninin ötkürlüki, asli tutuş ve meselelerge tiz inkas qaytırış qabiliyetinin yuqurluğu bilen hemmeni hayretde kaldırıp a'la derecede okuş bitirgen. O okuş bitirgenden keyin hayatının ahırıgacha fatvachilik, mudassirlik, mudarrislik ve yeziqchilik işleri bilen şug'ullangan. O Moğollarning hujumi, saliblarning hujumi, huquqdorlarning o'zaro huquq talashishları, açıqchilik qatorliq ig'ir kunlarni beshidan o'tkazgan bo'lsa-mu, o ishlar onun ilim bilen şug'ullanishiga bo'lgan irodasini qilchi bo'shashtirmagan. İbn Hajar Asqalani mundaq deydi. O meselelerge tiz delil keltireleydigan alim idi. Onun yazgan kitapları hayat vaqtida şehirlerge tarqıgan. O vafat bo'lgandan keyin kishilar onun yazıp qaldırgan eserlerden faydalangan. Tarixshunos meşhur alim Ebul Hamasin
Jamoluddin Yusuf ibn Sayfuddin mundaq deydi. İmam ve katta alim İbn Kathir hayatını ilim tahsil qilish ve yezish ishlari bilan o'tkazgan. U fiqh shunaslik, tafsir shunaslik, hadis shunaslik sohalarida voyaga yetgan. U mudarrislik qiladi, hadis to'playdi, muftiylik qiladi ve har qaysi fanlarda kitob yozadi. U tarix, hadis ve tafsir ilmi sahasida kamolatga yetgan edi. U hayotida nurg'un kitoblarni yozib qoldirgan bo'lib, uning to'lisi takrar besilib islom dunyosida nihoyat keng tarqalgan. Bir qismi yo'qolib ketgan, bir qismi toki hozirgacha qo'l yozma beti saqlanib kelinmoqda. Uning besilib tarqalgan kitoblaridan biri qo'lingizdagi Tafsirul Qur'anul Azim, Qur'oni Karim tafsirining nomli 6 tomliq tafsiri bo'lib, rivoyatga asoslanib yozilgan tafsirlar ichida eng nopuzluq va mo'tabar tafsir deb shuhrat qozongan. Yana biri Al-Bidayatul ve Nihaya. Al-Bidaya ve Nihaya nomli 14 tomliq tarixiy kitobi bo'lib, u bu kitobda dunyoning yaratilishidan boshlab o'zining oxirgi umri Hijriyaning 768-yillargacha bo'lgan oraliqdagi tarixni yozib qoldirgan. Uningdan boshqa yana qisqacha hadis ilmlari, Payg'ambar alayhisalomning qisqacha tarjimali, tavhidni bildirish va shirkka raddiya berish nomli kitoblari va boshqa kitoblari besilib tarqalgan. Uning qo'lyozma holatida saqlanayotgan kitoblaridan biri sekiz tomliq kitobi bo'lib, u bu kitobda Musnadi İmam Ahmad, Musnadi Bazzar, Musnadi Abu Shayba, Musnadi İbn Abu Shayba qatorliq hadis kitoblarini ve 6 sahih hadis kitoblarini to'plagan. Bu kitobning ma'lum qismi besilgan bo'lsa-mu, ko'p qismi qo'l yozma beti saqlanib kelinmoqda. Uningdan boshqa yana uning nurg'un kitoblari bo'lib, ba'zilari yutib ketgan, ba'zilari qo'l yozma beti saqlanmoqda. U butun hayotini ilmga bag'ishlab, islom dunyosiga o'lmas tuhfalarni qo'shgan. U oxirgi umrida ko'z ko'rmas bo'lib qolgan. Shuningdan keyin ancha uzoq o'tmayla Hijriyaning 774-yili Sha'ban oyining 26-kuni Damashqda Allohning dargohiga intiqol qilgan. Butun Damashq xalqi uning vafotiga ta'ziya bildirib, qabristonliqcha egishib chiqqan. U vasiyatiga asosan Shayxul İslam İbn Taymiyaning qabrisining yeniga dafn qilingan. Alloh taolo uningga cheksiz yordam, uning cheksiz rahmat va mag'firat ato qilib, yotgan yerini Firdavs jannatidan qilsin. Amin. Qur'oni Karim tafsiri kirish so'z. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tövende dehqonlarga İbn Kathir rahimahullahning Qur'oni Karim tafsiri Uyg'urcha tarjimasi kirish so'zidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Kirish so'z. Cemi hamd sana ve güzel maqtashlar bütün kainatni yaratgan ve onu öz hikmetiga layık ravishda idora qilib turg'uchi olamlarning Rabbi Allah xosdir. U bizni o'zining kamoli qudrati, hikmat karomati bilan yaratib, osmon, zamin va uning oralig'idagi barliq narsalarni bizning foydalanishimiz uchun ne'mat qilib berdi. Shundaqla bizni dunyo va oxiratning baxt saodatiga erishtiradigan to'g'ri yo'lga yetaklovchi payg'ambarlarni avatdi.
pütmez tügəməz nazı ne'matlik cennetdən xoş xəbər bərgüçi, məngülük köydürgüçi dövzaqdan agahlandırgıçı, Allah'ның izni bilen insanlarni Allah'ni bar ve bir deb bilishga, onunğa taat ibadet qilishga da'vat qilg'uchi payg'ambarlarga, jumladan payg'ambarlarning eng oxirgisi butkul insonlarga toki qiyomatgacha ulga va yo'l boshchi bo'lgan güzel axloqliq, esil xislatlik payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga, onun aile tavabatlari, sahabeleri ve kıyametki kadar doğru yolda müstehkem turduğan barlıq mümin musulmanlığı salamlar bolsun. Hem noksandan pak uluğ Rabbimiz Allah özü yaxşı görgen bendilerini, şeriat ilmlerini ügünüş ve şu yolda ter töküştek ali işlağa müyesser kılıdı. Yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur avlodlaridan bir qism o'quvchilar o'zlarining barliqini mushu yo'lga atab, vatan ichi va sirtida tirishib o'qib, a'lo natija bilan o'qish bitirishga boshladi va boshlayotdi. Ular o'qish bitirgandan keyin Uyg'urlar uchun diniy materiallarning intayin kam bo'lishidek nihoyat cho'ng bir bo'shliqning borligini va bu bo'shliqni to'ldirish mas'uliyati özlerinin üstüge yüklengenlikini, şundaqla Uygurlarının dini materyallarına qarta gün sürü işivatkan ihtiyacını qandırış, özlerinin baş tartib bolmaydigan mecburiyet ikenlikini his qilishmoqda. Şuna bu cihetde baş qatırıvatkan bir qism din söyər qarindaşlarımızın maddi ve manevi cihetten qollab quvvetlişi, xalis yardım berişi hem rıgbetlendirishi bilen biz bir qanchamiz saviyimizning cheklik bo'lishiga qaramay Alloh taolaning irodasi va yordami orqasida mashhur diniy olim Ibn Kathirning islom dunyosidagi eng nopuzluq tafsiri Qur'oni Karim tafsirining bugungi davrdagi mashhur islom tadqiqotchisi Safiyur Rahman al-Mubarakfuri riyosatchiligida bir turkum ulamolar tarafidan tahqiqlab qisqartirilgan Darussalom nashriyoti tarafidan nashr qilingan nusxasi ni tarjima qilib Uyg'ur o'qirmanlarga sunish uchun bir yerga keldik. Gerçi bu kitap özünün ifadalash uslubining o'zgichiligi, ilmiy saviyasining yuqoriligi, tarjimonlardan yeterlik derecede seviye ve maddi güç talep kılıngan iş ekanligi nihoyat roşan hakikat bolsumu, yanıla Allah'ın yardımıga tevekkül kılıp, iktidarımızın yetişince bu işini vücudga çıkarışga tirişdik. Çünkü Müslümanların gayet zor ihtiyacı var. Bu saha itibarsız taşlanıp kalsa, kıyamet günü Allah'ın aldığı cevap veriş meselesinin hakikaten asan emesliki hemmimizge ayan. Tefsirinin tercümesi hakkında. Hürmetlik okurmenler, hammalarga ma'lum bo'lganidek Muhammad Salih Damillacim tarafidan tarjim qilingan Qur'oni Karim Uyg'urcha tarjimasidan boshqa bizda texi Qur'oni Karim haqida to'liq yozilgan yoki tarjim qilingan birma tafsir kitob yo'q. Demak, bu hijriyatning 1-asridan tortibla islom dini bilan tanishishga boshlagan islom aqidasini turmushning hamma sohalari bo'yicha umumlashtirib kelgan Uyg'ur millati uchun cho'ng bir tarixiy bo'shliqdan iborat. Olim Ibn Kathirning bu tafsiri musulmonlarning tafsir sohasidagi asosli manbalarining biri bo'lib, bu kitobning Uyg'ur tiliga tarjima qilinib, Uyg'ur o'qirmanlar bilan yuz ko'rishishi yuqoridagi bo'shliqni to'ldirsa ajab emas degan umidda boshlagan bu amgakni Alloh taolaning yordami bilan oxiriga ilib chiqdik. Halbuki kitapның Arab til qoida qonuniyatlariga xos o'zgacha aloyidligi, mazmunlarining cho'nqurligi bizni bu kitobni tarjima qilish va tahrirlash jarayonida qisman qiyinchiliklarga uchratmay qolmadi. Uyg'urlarning
Arab ve Fars tili medeniyetinin güçlük tesirine uçuruşu neticesinde Uygur tilideki dini atalgı istilahlar Fars ve Arap tili boyunca kabul kılınıp kelgenlikten bu atalgılarning mutlaq köp qismi o'qirmanlarga tonish bo'lsa-mu, yani ba'zilari faqatla tonishsiz. Shunga biz mundaq atalgı va ifodalash usullarini imkoniyatimizning yetishicha Uyg'ur tiliga mos qilib ifodalashga tirishdik. Biz yana bu kitobdan foydalanishda diqqat qilish zarur bo'lgan tuvandagi nuqtalarni o'qirmanlarning samiga silishni muvofiq ko'rdik. Arapça nusxasidagi rivayet qilg'uvchilarning ismliklaridan shu rivoyatdagi dastlabki kishi bilan oxirgi kishining oralig'idagi kishilarning ismliklarini qisqartib o'tdik. Ba'zi so'zlik va grammatikalik analizlarni qoldirib o'tdik. Qiroat ilmiga doir bayon qilingan farqli shivalarni va ulardan ilingan shoxchi mazmunlarni qisqartib o'tdik. Ayetlerinin tercümesi kısmen caylarını hesap almaganda hemmesi digidek Muhammed Salih Damullah Macim tercüm kılgan Kur'an-ı Kerim Uygurca tercümesinden elinde. Abdur'un ayet bergen tefsiri bilen Muhammed Salih Damullah Macim'nin şu ayet bergen tercümesi de okşumazlık bulgan kısmen orunlara izahat verildi. Tefsirini tercüm kılışta cümle tercüm kılış prensipini kullandık. Ama mazmun jihatda muhim bo'lmagan takrorlanish qitim soni ko'p bo'lgan jumlalarni qoldirib o'tdik. Ba'zi shaxslarning tarjimali va bir qism diniy atalg'ularning izohatlarini kitobning oxiridagi izohat bo'limiga berdik. Tafsirda ba'zi mazmun va ko'z qarashlarning takrorlanishi, mufassirlarning bir-biriga zid qarashlari va baş ahiri qisqartib elingan bir qism mazmunlar bor bo'lib, buningga keng o'qirmanlarning to'g'ri muomala qilishini umid qilamiz. Tafsirda Payg'ambar alayhissalomning so'zlaridan boshqa mufassirlardan naql keltirilgan so'zlar intayin ko'p bo'lganligi uchun Payg'ambar alayhissalomning so'zlari qo'sh tirnoq ichiga ilindi. Biz yana tafsirda Alloh kalimasini Allah deb sahabelerge xas bo'lgan Allah onundan razı bolsun. Allah o ikisinden razı bolsun. Allah ulardan razı bolsun. İbarelerini Arapçadaki ayni transkripsiyasi boyunca radiyallahu anhu, radiyallahu anhuma, radiyallahu anhum deb ayol sahabe qarata radiyallahu anha deb aynen işlettik. Kur'an-ı Kerim'nin barlıq kainatını yarattıkçı, hemmeni rızıklandırıcı, hemmege iqtidarçılıq qılğıcı zat Allah Teala tərəfindən insaniyetinin bəxt, saadet yolundaki məş'ul qılınışı üçün nazil qılınğan ilahi dəstur ikənliki əmimizge aydın. Şunlaşqa Kur'an-ı Kerim'ni doğru düşünüş, doğru hüküm qilish və doğru yekun çıxırış üçün onunla münasibətlik doğru məzmunlarını bilish intayin zörür. Şunu tefsir toğrusida to'xtalishdan ilgari o'qirmanlarning bu tefsirini ve başka dini kitaplarını o'qishda foydalanish uchun Qur'on-i Kerim ilmlariga doir ba'zi muhim temalar, qadimgi ve hozirgi davrdagi tefsirler hem ularning turlari to'g'risida tövendeki bosqichlar bo'yicha yig'inchoqlab ma'lumot berishni muvaffaq topdik. Qur'on-i Kerimning islom dinidagi o'rni. Qur'on-i Kerim İslam dininin aqida, ibadet ve ijtimoiy turmushning hamma taraflariga aloqador bo'lgan barliq hukmlarni to'liq o'z ichiga olgan mukammal bir dasturdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Sana biz kitobni, ya'ni Qur'onni hamma narsani, ya'ni kishilar muhtoj bo'ladigan diniy ishlarning hammasini tushuntirib beradigan dillarga hidoyat, bendilerge rahmet, musulmonlarga mengülük saadet bilen hoş haber yetkizdiğen kılıp nazil kıldık." Lekin Kur'an-ı Kerim'de keltirilgen hükümler münasebetlik meseleler hakkında yığınçak şekilde bayan kılıngan bulup, onun tefsilatı Peygamber Aleyhisselam'ın hadis ve sünnetler arkalık şerhilengen.
Qur'oni Karimning nozil bo'lishga boshlagan yili va uning nozil bo'lgan yeri. İşençlik tarihi mənbələrə asasən Qur'oni Karim Peyğəmbər əleyhissalamğa Hicriyədən 13 yıl ilgiri, miladinin 611 yılı Ramazan ayının 21 günü, Düşənbə günüdən tartıb düşüşə başlagan. Bu dəl Peyğəmbər əleyhissalam 40 yaşa kirgan yılı olub, Allah Taala'nın uluq hikmeti bilən Qur'andan ibarət bu müqəddəs dəstur Peyğəmbər əleyhissalamğa Adəm ömrünün aql, farasət, düşünce cəhətdə ən yetilgan, qaranlıq, altın dəvri bolğan 40 yaşıda düşkən. Qur'oni Karim dəsləbdə həmmə nərsə xatırləngan taxtıdan, yəni Lavhul Mahfuzdan birinci qavat osmondagi Baytul İzzə degan yerga Qadr kechisi bir qitimda tushirilgan. Bu haqda Hakim Said ibn Jubayrdan Peyğəmbər əleyhissalamның Qur'oni Karim hamma narsa xotirlangan taxtidan elib chiqilib, birinchi osmondagi Baytul Izza degan yerda qo'yildi deganligini rivoyat qilgan. Ondan Qur'oni Karim Jibril alayhisalom orqali sura Alaqning 5-dagi 5 oyat G'ori Hiroda tunji nozil bo'lishga boshlagandan tortib 23 yil jarayonida to'liq nozil bo'lib bo'lgan. Dastlab tushgan oyat to'g'risida olimlar ikki xil qarash ega. Buning biri eng dastlab tushgan oyat Alaq surasining 5-dagi 5 oyatdir. Chunki tuvandagi hadis uningga aniq dalil bo'la oladi. Imom Buxoriy bilan Muslim Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Peyğəmbər əleyhissalam Hira g'orida ibodat qilayotganda Jibril əleyhissalam kelib uningga o'qu deydi. Peyğəmbər əleyhissalam men o'qishni bilmayman deydi. Jibril əleyhissalam o'qu deydi. Peyğəmbər əleyhissalam men o'qishni bilmayman deydi. 3-chi qitimda Jibril əleyhissalam yaratgan Rabbingning ismi bilan o'qu deb Alaq surasining 5-dagi 5 oyatni o'qib Peyğəmbər əleyhissalamni uni o'qishga buyurdi. Yana biri sura Mudaththir deydi. Sura Mudaththir. Lekin olimlarning bu vaqtdagi rivoyatlarni cho'nqur tadqiq qilishi orqasida erishgan yakunlar shuki, oyat e'tibori bilan eng dastlab tushgan oyat sura Alaqning 5-dagi 5 oyatdir. To'liq tushgan sura e'tibori bilan eng dastlab tushgan sura Mudaththirdir. Olimlar yana eng oxirda tushgan oyatning qaysi oyat ekanligi to'g'risidami bir necha xil qarashga ega. Bunun ichidagi eng to'g'ri bo'lgani Alloh taolaning sizlar shundaq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytirilsizlar. Allohning dargohiga qaytirilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'rdi. Ular zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kemaytilib, yomon amali ko'paytirilmaydi degan oyatidir. Bunun dalili İbn Abbasning Alloh taolaning sizlar shundaq bir kundan, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqinglarki, u kunda sizlar Allohning dargohiga qaytirilasizlar. Ondan har kishi qilgan yaxshi yomon amalining natijasini to'liq ko'rdi. Ular zulm qilinmaydi. Ya'ni yaxshi amali kemaytilib, yomon amali ko'paytirilmaydi degan oyati eng oxirida tushgan oyatdir degan so'zdir. Qur'oni Karimning tizilish tartibi uning zamonga tushirilish tartibi bilan emas, Lavhul Mahfuzdagi tartibi bo'yicha Jibril alayhissalomning qaysi suraning oldiga yoki orqaga, qaysi oyatni qayerga qo'yish haqida Peyğəmbər alayhissalomga bergan ko'rsatmasi va Peyğəmbər alayhissalomning bu vaqtda sahobalarga ta'lim berishi bo'yicha tuzilgan. Peyğəmbər alayhissalom har yili Ramazonda Qur'onni hozirgi tartib bo'yicha Jibril alayhissalomga bir qitim tanishtirdi. Hayotining oxirgi yilidagi Ramazonda bo'lsa 2 qitim tanishtirgan. Qur'oni Karim 114 sura 6236 oyatdan tarkib topgandir. Suralarning Makkada tushganligi yoki Madinada tushganligini bekitish
Bir surening Makkada tushganligini yoki Madinada tushganligini bekitishda olimlarning ko'z qarashi tuvandikidek 3 nuqtaga markazlashgan. Birinchi, mayli hijratdan ilgari yoki keyin bo'lsin, payg'ambar alayhisalomga Makkada tushgan suralarni Makkada tushgan deb atash, Madinada tushgan suralarni Madinada tushgan deb atash qarashi. Bu qarash bo'yicha bo'lganda payg'ambar alayhisalomga Mina va Arafat tog'larida Mekke'nin təvələri hesablanıdığan joylarda tushgan suralarmi Mekke'de tushgan suralarning qatorida. Uhud jig'i va Badr quduqining Madinaning təvələri hesablanıdığan joylarda tushgan suralarmi Madinada tushgan suralarning qatoriga kirdi. Ikkinchi, Mekke'deki kişilerge hitap kılıp düşken sürülerini Mekke'de düşken, Medine'deki kişilerge hitap kılıp düşken sürülerini Medine'de düşken dep ataş karşı. Bu qaraş sahabalarının fikirlerine asasen Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki Ya eyyuhen nasu, yani ey insanlar diyen sözler bilen başlanğanları Mekke'de nazil bolğan. Ya eyyuhellezine amenu, yani ey iman etgan kişiler degan sözler bilen başlanğanları Medine'de nazil bolğan. Üçüncü, hicretten burun tushgan suralarni Mekke'de tushgan, hicretten keyin tushgan suralarni Medine'de tushgan deb atash qarash. Bu qarash bo'yicha bo'lganda hicretten keyin payg'ambar alayhissalomga u Mekke'ga borganda tushgan suralarmi Medine'de tushgan sura deb atiladi. Bu eng to'g'ri va kuchli bo'lgan mashhur qarashdir. Suralarning Mekke'de nazil bo'lgan yoki Madinada nazil bo'lgan deb atilishimi mush qarash bo'yicha bo'lgan. Suralarning Mekke'de yoki Madinada tushganligini bilishning foydalari. Suralarning qayerda tushganligini bilishning foydalari tuvandagi 3 nuqtaga yig'inchoqlashib bo'ladi. Birinchi, bir o'rinda biror ishni qilishdan to'sish yoki biror ishga buyurishga kelgan mazmundagi oyatlar yana bir o'rinda uning aksicha kelgandek yoki ozroq qo'shimcha qilingan yoki ma'lum bir sabablarni shart qilgan holda kelgandek o'xshamaslik ko'rilganda qaysi hukmning amaldan qoldirilganligini bilib olish foydali. Chunki ko'pincha ahvolda amaldan qoldirilish ko'rilgan oyatlarda Madinada tushgan oyatlar Mekkada tushgan oyatlarning hukmini amaldan qoldirib keladi. Bu ikki xil hükümden albatta Madina tushgan oyatning hukmiga amal qilindi. Ikkinchi, islom dinining ahkam, qoida, tuzum belgilamalarining yo'l qo'yilish jarayonini bilib olishga yordami bo'ldi. Mehribon Alloh biror ig'ir hukmni yo'l qo'ymoqchi bo'lsa, uni biroqli yo'l qo'ymasdan, balki bosqichlarga bo'lib, qadam-qadam yo'l qo'yish usulini tutdi. Aroqning harom qilinishining 3 bosqichga bo'linib, oxirgi bosqichda keskin holda harom qilinishidir. Qilinishimi buning bir misolidir. Hükümlerinin tədrici holda yo'l qo'yilishi islom dinining o'ziga xos hikmatga ega din ekanligining ro'shan pakitidir. Chunki bu xil usul hech qanday tarbiya ko'rmagan kishilarni, ya'ni tarixiy va ijtimoiy muhitga, shundaqla o'z qavmiga, o'z millatiga tava fisqik xosligi bilan ma'lum bir narsani tushunishdan, uni qabul qilishdan, onunla odatlanishdan nihoyat yiroq qolgan kishilarni tarbiyalashda eng yaxshi tadbir hisoblanadi. Üçüncü, suralarning qayerda tushganligiga ko'ngil bo'lish, olimlarning uni qaysi joyda, qanday ahvolda, nima sababdan tushganligini bilishi va uni to'g'ri tushunib, to'g'ri hukm qilish uchun intayin muhim. Qaysi suraning qayerda tushganligini ko'rsatib beradigan alomatlar sahobalar va tabiinlardan qilingan ishonchli rivoyatlarga asosan bekitilgan. Biz bu alomatlarni o'qirmanlarning Qur'on o'qiganda qaysi suraning qayerda tushganligini o'zligidan bilib olishiga yordami bo'lsin uchun qisqacha bayon qilmoqchimiz. Birinchi, arabcha kala degan söz bor. Har qanday sura Makkada tushgan. Arabcha kala,
arabcha kalla degan so'z bor. Har qanday sura Makkada tushgan. Bu so'z Qur'onda 33 yerda takrorlangan bo'lib, bularning hammasi Qur'onning oxirgi 15 parasining ichidagi 15 sura ichida kelgan. Secde ayeti ba her qanday sure Mekke'de tushgan. Üçüncüsü, Bakara ve Al-İmran suresinden başka surenin 5'ida üzüp okuladigan elif ve harfleri ba her qanday bir sure Mekke'de tushgan. Dördüncüsü, Bakara suresinden başka burunqi peygamberler ve ümmetlerinin qissasi bayon qilingan her qanday bir sure Mekke'de tushgan. Bakara suresinden başka Adem aleyhisselam bilen iblisning qissasi bayon qilingan har qanday bir sure Mekke'de tushgan. 6. Ey insanlar yoki ey Adem bolaları degan sureler kelgan so'zlar kelgan sureler Mekke'de tushgan. Ey mu'minlar degan so'z bor sureler bo'lsa Madinada tushgan. Faqat sure Haj'dagi ey mu'minlar deb boshlangan bu oyat buningdan mustasno. 7. İslam dininin aqideleriga oid mazmundagi surlar Mekke'de farz amallarning hükümlerini ve cinayetlerinin cezalarını bayan qilgan surlar Medine tushgan. Çünkü Peygamber aleyhisselam Mekke'deki çağda sahabelarga dinin asası bo'lgan aqida tavhid hukmlarini bildirgan. Medine'ge hicret qilib borgandan keyin İslam dininin taqilishi, kengayişi ve kuchlanishga ergishib qonun tuzumga oid hükümlerini bayan qilishga ve amillashtirishga başlangan. 8. Ayetleri qisqa. Ayetleri qisqa kelgan surlarning ko'pinchisi Mekke'de. Ayetleri uzun kelgan surlarning ko'pinchisi Medine tushgan. Ankabut suresidan boshqa munofiqlarning bayoni bor har qanday sura Medine tushgan. Çünkü musulmonlarning kuchi ojiz bo'lgan Mekke'deki çağlarda munofiqlik hareketler ko'rilmagan. Musulmonlar Medine'ge hicret qilgandan keyin İslam dininin kuchayishiga ergishib, dinning kuchidan qo'rqib, musulmon bo'lib olgan munofiqlar paydo bo'lishga boshlagan. Oyatlarning tushish sabablari ve onu bilishning ahamiyati. Qur'on Karimning oyatlari birer sebep bilan tushirilgan oyatlar ve tushishga hech qanday sabab bo'lmagan, ammo Alloh taolo faqat özünün dininin her qaysi taraflarını bendilerge bayan qilib berish maqsadida tushirilgan oyatlar deb ikki xilga bo'lindi. Ikkinchi xilda tushgan oyatlar ko'p sonini egallaydi. Birer ish sababidan tushirilgan oyatlar bo'lsa, so'ralgan yoki so'ralmoqchi bo'lgan birer ishqa yoki hukm qilinishga zarur bo'lib qolgan birer masalaga qarata tushirilgan bo'ladi. Köp sendeki alimlarning birlik kelgan ko'z qarashi bo'yicha oyatlarning tushish sababini bilish nihoyat muhim ahamiyatga ega bo'lib, uningdan erishadigan foydalar tuvandikilardan iboratdir. Hükümler, birincisi hükümlerning yo'l qo'yilishidagi hikmatlarni tushunish. Ikkinchi, hükümlerini umumlikdan xoslashtirish. Uchinchi, oyatda nimaning ko'z tutilganligini oydinlashtirishga yordam berish. Bu haqda İbn Taymiye ayetlerinin tushish sebebini bilish şu ayetning ma'nosini yaxshi tushunishga foydalidir. Çünkü birer ishning yuz berishiga sababchi bo'lgan omil şu ishni yaxshi tushunishga yordam berdi degan. 4. Ayetning tushishiga sababkor bo'luvchining kimligini bilish. Qur'onning kitob shaklida to'planishi. Qur'on-i Kerim Peygamber aleyhisselamga peygamberlik vazifesi topshirilgandan tortib toki vafot bo'lguncha bo'lgan 23 yil jarayonida mayli kecha yoki kunduz bo'lsin, Alloh taolo xohlagan vaqtda tushirilib turdi. Peygamber aleyhisselam birer oyat tushgan hamon oyatlarni yezishga tayinlangan sahobalarga uni yezishga buyurib, oyatning yezilish o'rni va tartibini uçuk göz tüpperetti. Hormu derhinin kovzakları, tere yoki yapılaq taştek narsalarning ustiga yozilgan oyatlar Peygamber aleyhisselamning o'ylarining birida saqlanadi.
Her vaqt Peygamber aleyhisselamga ayetler düşüp turganda Kur'an Peygamber aleyhisselamның zamanısında hazırkıdek bir kitap şekilde toplanmagan idi. Peygamber aleyhisselam vafat bolgandan keyin Abu Bakr radıyallahu anhu halifelik tayinlendi. Şu devirde Müslümanlar bilen peygamberlik davasını kılgan Musaylime Kezzab'ның adamları arasında nahayet çoğun bir uruş yüz berip, bu uruşda şehit bolgan köplegen Müslümanların katarıdan Kur'an'ı yad algan nurgun qarilarmı var idi. Ömer radıyallahu anhu qarilarının bu uruşda şehit kılınıp gitip Kur'an'ın mükemmel saklanıp kalmaslıkından endiş kılıp Abu Bakır'ın kışık gelip Kur'an'ı bir kitap şekilde toplaş məsləhətini verdi. Peygamber aleyhisselam hayat vaxtida kılmagan hem kılışkımı buyurmagan bir işini kılıştan ikkilinip kalgan Abu Bakr radıyallahu anhu Ömer radıyallahu anhu'nun qayta ötünüşü bilen onun maqul bulup Kur'an'ı hazırki şekilde retlep çıkışka aynı çağda Peygamber aleyhisselam tertipidin ayetlerini aynı vaxtida Peygamber aleyhisselam tertipidin ayetlerini yazışqa tayinlangan qari Zaid ibn Sabitni mesul kıldı. Kur'an'ı kitap şekilde toplaşta Zaid ibn Sabit radıyallahu anhu'ga aynı çağda yazılıp Peygamber aleyhisselamның uyda saklangan ayetler bilen qarilarning yad algını özara seliştirilip bolgandan keyin yazışqa tapılandı. Zaid ibn Sabit radıyallahu anhu özümü Kur'an'ı puxta yad algan qari idi. Zaid ibn Sabit Kur'an'ı kitap şekilde toplaşta asaslıqı Peygamber aleyhisselamның öyge koyup koyulgan ayetlerge tayandı. Hoşumçı kılıp Kur'an'ı yazıp öz aldığa saklavatkan sahabalarının yazmalarına tayandı. Lekin ular yazıp saklagan ayetlerini kabul kılıştın burun şu ayetlerinin Peygamber aleyhisselamның köz aldığı yazılganlıqıga guvahçı boladigan iki adil kişinin boluşunu şart kıldı. Allah'ın halişi, Abu Bakır'ның buyuruşu, Ömer radıyallahu anhu'nun talebi, başkalarının kollab kuvvetlişi, Zeyd'nin qattiq astoydil bo'lişi ve tirişçanlığı bilen Kur'an bir bütün kitap bulup toplanıp çıkıldı. Bu kitap Abu Bakır'ның vafatıgacha onun qışıda. Ondan keyin Ömer radıyallahu anhu'nun qışıda. Ömer'nin vafatıdan keyin onun kızı Peygamber aleyhisselamның ayali Hafsa'nın öyüde saklandı. Osman radıyallahu anhu'nun halifaligi davrida nurg'unlagan joylarning islomga kirib, islom davlatiga aylanishi bilan islom davlatlarining chegarasi kengaydi. Qur'on aslida 7 xil qiroat shivi bilan tushgan bo'lib, yangidan islomga kirgan Qur'onning mushundaq ko'p shivi bilan tushganligini bilmaydigan kishilar orasida Qur'onni bir xil shivida o'qigan biri yana bir xil shivida o'qigan birining o'qigan Qur'onni e'tirof qilmaslikdek ziddiyatlar kelib chiqdi. Bu xil ixtilofning yomon oqibat keltirib chiqarmaslik uchun Osman radıyallahu anhu Hafsining yenidagi Qur'onni akeldirib Zayd ibn Sabit radıyallahu anhu, Abdullah ibn Zubayr, Said ibn As, Abdurrahman ibn Haris qatorliqlardan tarkib topgan bir guruhga kishilarni tashkillab Qur'onni Quraysh shivisi asosida 6 nusxa, ya'ni bir rivoyatda 7 nusxa ko'paytib yezib, shu chaqdagi islom viloyatlariga bir nusxadan avatib berdi. Hafsidan oriyatga olgan asl nusxasini o'ziga qaytarib berib, ko'paytilganidan bir nusxasini o'z yinida saqlab qoldi. Ko'paytilgan bu yangi nusxalardan boshqa hamma Qur'onlarni, hatto sahobalarning o'zlari yozib saqlab olgan nusxalarini butunlay ko'ydirishga, Qur'onni yangi nusxa bo'yicha o'rganishga va o'rgatishga buyruq tushirdi. Mana bu biz ko'rayotgan Qur'onning Osmoniya nusxasi deb atalishining sababidir. Ishonchlik materiallar qaraganda ko'chirilgan ashu qo'lyozmaning bir qismi dunyodagi cho'ng muzeylarning ba'zisida saqlanib kelinmoqda.
Elhamdülillah. Yukarıda İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsirinden kiriş sözünün bir kısmını okuduk. Ahirini keyin qitimli o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kur'an-ı Kerim tefsiri kiriş söz ikinci kısmı. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Assalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Tövəndə dehtanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi kiriş sözünün ikinci kısmını davamlaştırıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Tefsirlerinin türleri. Biz Kur'an-ı Kerim'nin tefsir türleri hakkında toxtalışdan burun Kur'an-ı Kerim'nin tefsir degen nime degen sual üstüde toxtalmaqçımız. Kur'an-ı Kerim'nin tefsiri bolsa müfessirlerinin öz düşüncesi, dini ve ilmi seviyesi arkalık egallagan ma'lumotlar asosida Kur'an ayetlerinin maksatlarını roşanlaştırıp berişidir. Kur'an-ı Kerim hakkında yazılgan tefsirler nahayet köp bulup, ularning köz qarash ve fikir cihette tövendikidek 6 çoğun türgü bölündü. Eserlerge tayinib kılıngan tefsirler. Bu xildagi tefsirlerini yazgıcılar tefsir qilish usulida özlerinin aqli tefekkürüge tayanmasdan belki bir ayetni başka bir ayet bilen eğer o ayet hakkında Peygamber aleyhisselamның hadisi bolsa şu hadis bilen yaki veya ki sahabelerden ve tabiinlardan qalgan eser bolsa şu eserler bilen tefsir kılgan. Tövendikile bu xil türdeki tefsirlerdir. Tefsir Tebari. Bu tefsirinin avtori Ebu Cafer Muhammed İbni Cerir İbni Yazid'dir. İbni Cerir tefsir kılışta ayetlerini sahabeler ve tabiinlardan qalgan eserlerge tayinib tefsir kılıplı kalmasdan belki ulardan rivayet kılıngan eserlerinin küçlük yoki aciz ekanliklarini alayda işaret kılıp qaysi qarashning qaysisidan kuchlik ekanligini baholab o'tadi. Bu tefsir yuqorqidek ortiqchiliklar bilan bundan burun bu tür boyunca yazılgan tefsirlerinin en oldin qatori qo'yilgan. Köplеген olimlar bu tefsir hakkında nihayet yaxshi baho bergan. Hatta İmam Nevevi bu tefsirinin tarifini qilib, hech kim İbn Cerir'nin tefsiridek bir tefsir qilmadi deb maqtagan. Lekin bu yerde eskartib o'tishga tegishli bir masala shuki, İbn Cerir şu zamandaki kişilerge ma'lumlik ekanligini nazarda tutib, tefsiride rivayet kılgan bazı rivayetlerinin doğruluk derecesiga yetmegenliklerine eskartish bermay o'tib ketgan. Bu tefsir amma arasıga keng tarqalgan tefsirlerinin biridir. İkinci, tefsir İbn Kathir. Tefsirul Kur'an-ı Azim. Bu qo'lingizdagi mazkur tefsir kitap bulup, bu tefsir mush tür boyunca meydana kelgan tefsirler içinde en doğru deb baho berilgan. Shundaqla İslam dünyasida yuqori nopozga ega bo'lgan tefsirlerdendir. Allah Teala xolisa bu tefsir hakkında öz navbatida tefsili to'xtalib o'tamiz. Üçüncüsü, Bahrul Ulum. Bu tefsirinin avtori Hanafi mezhebiga mensup bo'lgan Samarqandlik Abullays Nasr İbni Muhammed İbni İbrahim degan olimdir. Avtor bu tefsirini yazışta sahabeler ve tabiinlarning sözlerini o sözlerinin kim arkalık rivayet kılınganlıkını tilga almagan asasda bayan kılıdı. Bu tefsir hazır mı bazı kitapxonalarda qo'l yozma holda saqlanmoqda. Dördüncüsü, El-Durul Mansur fit Tefsiril Ma'sur. Bu tefsirinin avtori Jalaluddin Abul Fazli Abdurrahman İbni Abu Bakr İbni Muhammed degan olimdir. Bu tefsir bu türdeki tefsirlerin içinde fakat esergile tayangan tefsirdir. Bu tefsir 6 tom kılınıp besilgan bulup kişiler arasıga tarqalgan.
bu türde yazılgan tefsirlerden yana yukarıda bayan kılıp ötkenimizden başka nurgun tefsirler var. Fıkıh ilimni asas orunu koyup yazılgan tefsirler. Fıkıh ilim yani İslam dininin kanun, tüzüm, şeriyet ahkamlarını asas kılıp yazılgan tefsirler, mezmun cihetten İslam dininin kanun, tüzüm, şer'i ahkamlarına alakadar barlıq tefsirlerini öz içine algan. Bu xildagi tefsirler ba'zida birer mezhebning ko'z qarashini asosiy o'rniga qo'yib yozilsa, ba'zida 4 mezhebning ko'z qarashlarini selishtirish asosida yozilgan. Bu turdagi tefsir kitoblaridan tövende bir nechini tilga ilib o'tamiz. Birinchi, Ahkamul Qur'on. Ya'ni Qur'onning hukmlari degan tefsir kitob bo'lib, uni Jassas degan nom bilan mashhur bo'lgan Abu Bakr Ahmad ibn Ar-Rozi degan olim yozgan. U Hanafi mazhabida bo'lib, u bu mazhabning katta olimlarining biridir. Shunga uning bu tefsir kitabımı Hanafi mazhabining ko'z qarashi asosida va fiqh turida eng burun yozilgan asosli tefsir hisoblanadi. Ikkinchisi, Ahkamul Qur'on. Yani Qur'onning hukmlari degan tefsir kitob bo'lib, uni Ibnul Arabi degan nom bilan mashhur bo'lgan Andaluslik İspaniya Abu Bakr Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Ömer degan olim yozgan. Abdur Maliki mazhabida bo'lib, uning mazkur tefsiri kitabımı Maliki mazhabining ko'z qarashini asos qilgan holda yozilgan. Bu tefsir kişiler arasında keng tarqalgan. Üçüncüsü, Camiul Ahkamul Qur'on. Yani Qur'on hükümlerinin toplami degan tefsir kitap bulup, bunu Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr degan Andaluslik olim yozgan. Abdur gerçi Maliki mezhebida bo'lsa-mu, lekin boshqa mazhab imomlarining ko'z qarash dalil paketlarini bayon qiladi. Bu tefsir mush tür boyunca yazılgan tefsirler içinde en esil ve keng tayirde yazılgan tefsirdir. Biroq Abdur özü Maliki mezhebida bo'lg'achqa qismen Allah'da öz mezhebiga ig'ib ketib qilishdan saqlanolmagan. Bu tefsirmi kişiler arasında tarqalgan. Ahkamul Qur'on, yani Qur'onning hükümleri. Bu tefsirini Harasi degan nom bilan mashhur bo'lgan Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Ali Al-Kiya degan olim yozgan bo'lib, Abdur bu tefsirni o'zi tava bo'lgan Shafiy mazhabining ko'z qarashini asos va uni qattiq himoya qilgan holda yozib chiqqan. Bu tefsir kişiler arasında tarqalmasdan faqat kitapxonlarda qo'l yozma sifatida saqlanmoqda. Yuqori tilg'anilgan tefsirler faqat burunqi zamonda yozilgan. Shundaqla asosiy jihatdan birer mazhabning ko'z qarashiga bakrak berilgan holda yozilgan tefsirlerdir. Bundan boshqa yaqinqi 100 yil mobaynida shar'iy masalalarga qarata 4 mazhabning ko'z qarashlarini selishtirib, tatbiqlash asosida yozilgan yangi tefsirlarmi xali ko'p. Bu tefsirlerden Muhammed Ali Sayis'nin Ayetul Ahkam, yani hüküm ayetlerinin tefsiri degan kitabıdır. Bu tefsir 2 tom bulup, hazır köplegen İslami ali mekteplerde ders kılıp ötülmekte. Bu tefsir başka tefsirlerde yok artıqçılıkları bilen hazırki zamanda yazılgan muş temideki tefsirler içinde aldığınız orunda durdu. İkinci, Muhammed Ali Es-Sabuni'nin Ayetul Ahkam degan tefsir kitabıdır. Bu tefsirmi 2 tom bulup, amma arasıga keng tarqalgan. Amma bu tefsir ilgirki tefsiridek keng dairede emas, shundaqla uningda bar ba'zi hükümler buningda yo'q. Lekin bu tefsirde uningda yo'q ba'zi ortiqchiliklar bor.
yuqorqi tafsir kitoblaridan boshqa mayli biror mazhabning yoki 4 mazhabning va yoki 4 mazhabdan boshqa Şia mazhabidek mazhablarning ko'z qarashini asos qilgan oldi yozilgan tafsir kitoblarmi xili bor. Tarix va qissalarni asos qilib yozilgan tafsirlar. Bu xildagi tafsirlarda tarixiy voqelik va qissalar ilgir o'tgan payg'ambarlar va ularning ummatlarining xabarlari haqidagi mazmunlarda ko'p to'xtaladi. Su'lab va xazinlarning tafsirlari bu xildagi tafsirlarning mashhurlaridir. Su'lab o'zining tafsirida garchi oyatlarni tafsir qilishda payg'ambar alayhisalomning hadislariga va asarlarga tayangan bo'lsa-mu, lekin tafsirda tarixiy voqelik va qissalarning bayoni ko'pdir. Qissalarni bayon qilishda hatto ahli kitoblardan qabul qilgan qissalarni uning xato to'g'riligiga ishorat qilib qo'ymaslikla o'tib ketadi. Ammo Xazin tafsirida tarixiy voqelik va qissalarni bayon qilganda uning to'g'ri xatoligini eskartib o'tadi. Qur'on Karimning grammatikalik til qurilmasini asos qilib yozilgan tafsiri. Bu xildagi tafsirlar asosan arab tilining morfologiya va sintakslik so'z tartibiga ahamiyat berib, Qur'on Karimning so'zlarining turlanish qoidalari, har xil grammatikalik shakllari ham shular orqali ifodalangan grammatikalik ma'nolari, so'zlarning birikmasi va jumla qurilmasi jihatlardan arab tilining eng yuqori o'lchamiga uyg'un bo'lgan holda tushganligini, til boyligi mo'l bo'lgan arablarning islom kelishdan burungi til san'ati eng yuqori darajaga ko'tarilganda shuning mos holda texim mukammal bo'lgan bir kitob bo'lib tushganligini bayon qiladi. Tuvandikilari bu turda yozilgan tafsirlardir. Al-Bahrul Muhit. Bu tafsirning avtori Abu Hayyan degan nom bilan tanilgan Andaluslik Muhammad ibn Yusuf ibn Ali ibn Yusuf ibn Hayyan degan kishidir. U Hijriyaning 654-yil tug'ilgan. Uning bu tafsiri kishilar orasida tarqalgan. Ikkinchisi Kashshaf. Bu tafsirining avtori Zamaxshari degan nom bilan tanilgan Xorazmlik olim Muhammad ibn Umar ibn Muhammad ibn Umar degan kishi bo'lib, bu kishi Mu'tazila e'tiqodidadir. Shunga uning bu tafsirimi bu qarashni yaqilgan mazmunlardan xoli emas. Lekin bu tafsir bu tur bo'yicha yozilgan tafsirlar ichida grammatikalik va boshqa jihatlarda nihoyat ilg'or fikrlarni o'tirg'a qo'ygan bo'lg'achqa Sunni aqidasidagi musulmonlar bu tafsirining Mu'tazila qarashiga aloqador mazmunlarini chiqarib etib, kishilarning bu tafsirdan foydalanish uchun nihoyat ahamiyatli bir xizmat ko'rsatdi. 3. Madarikil tanzil va haqoiqul ta'vil. Bu tafsiri Nasafi degan ism bilan mashhur bo'lgan. Bu tafsirning avtori Hanafi mazhabiga mansub bo'lgan katta olim Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud Nasafi degan kishidir. U mazkur tafsir kitobini Zamaxsharining Mu'tazila ko'z qarashidan nihoyat yiroq bo'lgan holda uning Kashshaf degan tafsiridan va Tafsirul Baydavilardan ixchamlab yozib chiqqan. Falsafaviy ong va aqliy ko'z qarashlar asos qilinib yozilgan asarlar. Bu mavzuda yozilgan tafsirlarning eng mashhuri Faxruddin Rozi degan nom bilan mashhur bo'lgan Muhammad ibn Umar ibn Husayn ibn Hasan ibn Ali tarafidan yozilgan Mafatihul G'ayb, ya'ni g'ayblarning ochiqishlari degan tafsirdir.
Abdur bu tafsirida osmon jismlari, tabiat ilmlari ustida to'xtaladi. Faylasuflarning va hikmat egalarining so'zlarini ko'p naql qiladi. Ularning dinga qarshi xato ko'z qarash, fikrlarini va din haqida bo'lgan shak shubalarini bayon qilib, ular raddiya berdi. Biroq raddiya berishda ularning dalil faktlar kuchli holatda bayon qilinib, u dalillarga berilgan raddiyalar ojiz holatda bo'lib qolgan taraflar bor. Olimlar bu tafsirga ichida oyatlarning tafsiridan boshqa hamma mazmunlar bo'lgan tafsir deb baho berishgan. Bu tafsirmu kishilarning orasida tarqalgan tafsirlardandir. Sunniy mazhabidagilarning aqidasidan chatnab ketgan toifalarning yozgan tafsirlari. Qur'oni Karim Alloh taolaning ro'shan faktları va keskin hukmlarini o'z ichiga olgan muqaddas ilohiy dastur bo'lib, u mazmuni aniq bandalarga va'z nasihat qilib tushirilgan kitobdir. Lekin sunniy aqidasidan yot holda har xil g'araz, maqsad va nishon ostida maydonga kelgan toiflar o'z maqsadlarini ishga oshirish, nodon xalqlarni qaymoqtirib o'zlarining xato fikr ideyalar ostiga to'plash uchun Qur'on Karimning oyatlarini o'z nazariyalariga mos holda tafsir qilgan. Tuvandagi tafsirlar bularning bir qismidir. Birinchi, Kashshaf. Bu tafsirining qandoq tafsir ekanligini va avtorning Mu'tazila aqidasida ekanligini biz yuqorida bayon qildik. İkinci, Tenzihul Kur'an Anil Meta'in. Bu tefsirinin avtori Qadi Abdul Jabbar İbni Ahmed İbni Halil'dir. Bu kişi Mu'tazila taifisinin kattibişi bulup, onun bu tefsirini yezishdeki maqsadi o'z qarashini sharhlash va dalillash uchun bo'lgan. Shunga u bu tefsirida Qur'onning hamma oyatlarini tefsir qilmasdan, aksicha oyatlarning ichidan o'z xohishiga va ko'z qarashlariga dalil bo'la oladi deb qaragan oyatlarni tefsir qilgan. Tefsir İbn Arabi. Bu tefsirinin avtori bo'lgan Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Abdullah Muhiddin ibn Arabidir. U Qur'on Karim oyatlarining oshkor va maxfiy ma'nosi va oyatlardan ko'z tutilganlarini faqatla uning maxfiy ma'nosidir deb e'tiqod qiladigan toiflardan bo'lib, u o'zining bu qarashini tafsiri kitobida keng ko'lamda tashviq qilgan. Oyatlarni tafsir qilganda ularning oshkor ma'nosini butunlay amaldan qoldirib o'tgan. Qur'oni Karimning tafsirlari yuqoridagi turga ayrilish usuli bo'yicha 6 turga bo'lingandan sirt, yana ommabop hukm bo'yicha asarga tayinib qilingan tafsirlar va aqliy tafakkurga tayinib qilingan tafsirlar deb ikki cho'ng turga ayrildi. Asarga tayinib qilingan tafsirlar bo'lsa, biz yuqorida bayon qilib o'tgandek mazmundash oyatlarga, payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qilingan hadislarga, sahobalar va tobiinlardan rivoyat qilingan asarlarga tayinib qilingan tafsirlardir. Aqliy tafakkurga tayinib qilingan tafsirlar bo'lsa, asarga tayinib qilingan tafsirlarning aksicha bo'lib, u faqat tafsirshunos olimlarning aqliy tafakkuri, ko'z qarashi va o'zi shug'ullanayotgan ilmning ehtiyojiga mos holatda qilingan. Shundaqla bu xil usulni qo'llanishda cho'qim islom dinining ruhiga, Alloh taolaning oyatlarida ifodalamoqchi bo'lgan hadis maqsadiga uyg'un bo'lishni havoyi havas va xohishlarning ta'siridan yiroq bo'lishni shart qilgan holda qilingan tafsirlardir. Bu turdagi tafsirlarning ichida yuqorida so'zlab o'tilgan fiqh, tarixiy va qissalar, falsafa va arab tili grammatikalari asos qilinib yozilgan tafsirlar kirishdan sirt yana tuvandagi tafsirlarmi kirdi. Tafsir Baydavi.
Bu tafsirning avtori bo'lgan Imom Baydaviy Nasiriddin ibn Said oyatlarni tafsir qilganda arab tilining grammatikalik qoidalariga uyg'un holda sunniy mazhabning dalil paketlari bo'yicha nihoyat inchiklik bilan tafsir qiladi. Avtor oyatlarni tafsir qilish jarayonida har bir suraning oxirisiga shu suraga munosabatli hadislarni keltirdi. Lekin shu hadislarning sahih darajasiga yetgan yoki yetmagan hadis ekanligi to'g'risida hech qanday izohat bermaydi. Bu tafsir uchun nurg'un sharhlar yozilgan bo'lib, Hashiyatul Shihabil Xifoji degan sharhi uning eng yaxshi sharhisi hisoblanadi. Tafsir Jalalayn. Bu tafsirlarning avtori Jaloliddin Muhammad al-Muhalla va Jaloliddin Abdurrahman Suyutilardan iborat ikki katta diniy olimdir. Ularning tafsiri nihoyat qisqa va tushunishli qilib yozilgan tafsiri bo'lib, bu alohidligi bilan eng keng tarqalgan va yetkazgan manfaati nihoyat cho'ng bo'lgan tafsirlardan bo'lib qolgan. Saviyasi tuvan odamlarmi o'xshashli o'qib foydalana oladigan bu tafsir diniy o'qirmanlar orasida keng tarqalgandan sirt atoqliq diniy olimlardan bir qismlarimi bu tafsirni o'zlarining diniy dars o'qishlarida va diniy suhbatlarida qo'llanib kelmoqda. Yangi asrda yozilgan tafsirlar. El-Javahir fit Tafsiril Qur'an. Bu tafsirning avtori Shayx Tantavi Javhardir. Bu tabiat ilmiga nihoyat qiziqadigan olim bo'lib, tafsirdimi mushu sohadagi ilmni o'rganishga kuchli rag'batlantirgan. Ham shu mazmunni gavdalantirish bilan billa o'simlik, hayvonotlar, tabiat mazmunlari qatorliqlarning suratlarini qistirib qo'ygan. Shuning uchun bu tafsir ko'p sondagi olimlarning degandek qarshi erishalmagan. Tafsirul Manar. Shayx Muhammad Rashid Rizo tarafidan yozilgan bu tafsir ma'nosi oson bo'lgan so'zlar bilan yozilgan. Oyatlari adabiy bayon usuli bilan tushuntirilgan tafsir bo'lib, avtor bu tafsirida islom dinining dushmanlarining bu dinga qarshi keltirgan shak shubhalarga raddiya berib, ularga haqiqatni tushuntirdi. Jamiyatdagi barliq illat, nachar qilmishlarni faqat Qur'on Karimning ko'rsatmasi bo'yicha davolashga bo'ladiganligini ta'kidlaydi. Avtor tafsirida o'zining Qur'on Karimning insonlarni ikki dunyolik baxt saodatga erishtiradigan haqiqat ekanligini kishilarga tushuntirman degan ulug'vor g'oyasini gavdalantirgan. Bu tafsir Sura Fatihadan boshlanib, Sura Yusufning 101-oyati kelganda avtor vafot bo'lib ketib, davomi to'xtab qolgan. Tutib chiqqan qismimi cho'ng 12 tom bo'lib besilib taqtilmoqda. Fi Zilalil Qur'an. Bu tafsirning avtori yangi davrdagi islom beg'ida yetishib chiqqan esil mo'tavarlarning biri bo'lgan olim Said Qutbdir. U islom dini insonlar hayotining hamma taraflariga bog'lanishliq islom dini hayot karvoniga yetakchi bo'lish kerak deydigan aqidasidagi mutafakkirlardandir. U hayotining oxirigacha mushu aqida uchun kurash qilib, shu aqidasi yo'lida shahid bo'ldi. Uning tafsiri islom dunyosida olqishga erishgan tafsirlardandir. Avtor tafsirida hozirgi dunyoda maydonga kelgan barliq ijtimoiy kasallik va zavollikning davosi bo'lgan islom dini ekanligini, insonlarni gumrohlikdan faqat islom dini orqali qutuldirg'ili bo'lganligini, hamma narsani yaratgan Robbi Alloh taolaning Qur'onda ko'rsatgan haqiqiy to'g'ri yo'lga
qaytqandila ondan ikki dunyolik saodatga erishgil bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tgan. Uning bu ko'z qarashi haqiqatdir. Chunki hozirgi dunyoda yuz bergan ig'ir ijtimoiy illatlar, kasallar, fojialarga boshlaydigan har qanday bir kichik omil va sababkimi Alloh taolo Qur'onda yo'l qo'ymagan. Alloh taolo nemini cheklasa shuni qilgan, nemini buyursa shuni qilmagan eski insonlarning sababidan kelgan yer shari xarakterlik buzilish dunyoning gumroh bo'lishini, ya'ni qiyomatning bo'lishini tezlashtirmoqda. La havla va la quwwata illa billah. Al-tafsirul bayan lil Qur'anil Karim. Bu Şati'nin qizi degan nom bilan mashhur bo'lgan Aisha Abdurrahman tarafidan qilingan tafsirdir. Abdur tafsirida oyatlarni tafsir qilishda Qur'on Karimning adabiyligiga ko'proq e'tibor bergan. 5. Safvatut tafasir. Bu tafsirning avtori Muhammad Ali Sabuni bo'lib, uning bu tafsiri o'qirmanlarning Qur'on Karimning ma'nisini nihoyat osonla tushunib oladigan uslubda yozilgan. Bu tafsir o'qirmanlarni Qur'onning ichiga ilib kirib ketadi. Bu tafsirmi omma orasiga nihoyat keng doirada tarqalgan. Tafsirul Munir. Bu tafsirning avtori doktor Vahbatul Zuhayli bo'lib, Abdur tafsirini burunqi har xil turdagi tafsirlardan foydalangan holda yozib chiqqan. Advaul Bayan. Bu tafsirning avtori Sheyx Muhammad Amin Muhammad Muxtordir. Bu tafsir 10 tom bo'lib besilgan. Bu tafsirda fiqh tarafga ko'proq e'tibor berilgan. Tafsirul Qur'on Karim fi Kalamul Mannan. Bu tafsirni Sheyx Abdurrahman ibn Nasir Said yozgan. Bu tafsirni salafiy aqidada nihoyat yoqtirib o'qiydi. Aysarut tafasir. Bu tafsirni Abu Bakr Jabir al-Jazair yozgan. Bulardan boshqa ismlari bu yerda bayon qilinmagan xeyli ko'p tafsirlar bordir. Tafsir İbn Kasirni tonishtirish. Mashhur diniy olim, tarixshunos, fiqhshunos va tafsirshunoslarning peshvolaridan bo'lgan shundaqla yuqori darajada shuhrat qozongan ilmiy asarlari, tadqiqot natijalari bilan islom dunyosining cho'lpiniga aylangan marhum ustoz İbn Kasirning bu tafsiri tonishtirilgan asarlar ichidagi eng dongliq tafsir bo'lib, uning tafsir qilishdagi o'zgacha alohidaligi bilan bu tafsir islom dunyosida nufuzli tafsir deb qaralib kelmoqda. Bu yerda biz o'qirmanlarimizning samiga bu tafsirning alohidaliklarini nihoyat qisqa qilib tonishtirishni loyiq topdik. Alloh har bir o'qirmanning to'g'ri manfaatlanishini nasib qilsin. Bu tafsir faqat salaf olimlari qilgan tafsirlarga asoslangan holda qilingan tafsir bo'lib, mushu sahadagi tafsirlarning eng mo'tavarlaridan hisoblandi. İbn Kasirning Alloh uningdan rozi bo'lsin, tafsir qilishda qo'llangan usulining alohidligi shuki, u oldi bilan oyat orqali tafsir qilish, uningdan qolsa shu oyatga munosabatlik hadislar orqali yishish, dalillash ham salaf olimlarining shu oyatga qarata bayon qilgan fikr va qarashlarini bayon qilish usulini qo'llangan. O'zining qarashlarini bo'lsa nihoyat oz keltirgan. U mashhur islom tarixshunos bo'lishdek ortiqchiligi bilan Isroil avlodining ishonchlik deb qaralgan qissalarini tafsirining munosabatlik o'rinlariga nihoyat ustulik bilan kirgizgan. Mashhur olim İbn Kasirning dinning har qaysi sohalari bo'yicha yozgan ilmiy asarlarining ichida fiqh sohasidami maxsus
asri bo'lg'achqa bu tafsirda fiqh masalalari ustida ancha ko'p to'xtalmagan. Oxirida buningdan keyingi ishlarimizning texmi utuqliq bo'lishi uchun bu kitobni tarjima qilishda xatolashib qolgan yoki avtorning maqsadini aynan ifodalab berilmagan ahvol ko'rilgan bo'lsa, keng o'qirmanlarning afu qilishini va samimiy tanqid fikrlarini oyimasligini chin dilimizdan umid qilamiz. Umid qilish bilan birga tafsirni tarjima qilish jarayonida bizga moddiy va ma'naviy jihatdan yordamda bo'lgan har qaysi ustozlarga, qarindoshlarga va maslahatdoshlarimizga samimiy rahmat aytamiz. Ve Allah Teala'dan ularga büyük ecir savablar tilaymiz. Allah Teala bizgimi bu tefsirini okup faydalanğıçılığımı, Allah Teala bizgimi bu tefsirini okup faydalanğıçılığımı iki dünyalık bəxt, saadet ve futuq ata kılgay. Amin. Elhamdülillah. Yukarıda Kur'an-ı Kerim tefsiri İbn Kathir tefsirininki Uygurca tercümesinin kiriş sözünü okuduk. İkiler qitimda İbn Kathir'nin kısqış tercümalıdan başlap okuyumuz inşallah. Sure Fatiha'dan başlap. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.